Toshkent, Ishshahar, Samarqand Darvoza, Suzugota masjidda biz azizlar manzarani qaranglar, baho berasizlar. Videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'ying. Siz uchun obzorni boshladik. Qani ketdik. Yuring. Qanaqa davrlar bo'lgandi yoshligimizda. 35-yillarni eslayman-da. Qanaqa davrlar bo'lgandi. Otlarga yugurib yurgandik. Mana hozir Allohga shukr. Zamonimizga ko'z tegmasin, Allohim yurtimizga ko'z tegmasin. Mana chiroyli joylar azizlar. Kelinglar, kelmaganlar bo'lsa, kelsin. Toshkentga kelgan paytingiz Samarqand Darvoza, Suzugota masjidsiz hamma biladi. Bemalol kelib ziyorat qilib ketsanglar bo'ladi. Mana oilaviy kelib dam olayotgan joylar ham mana o'tiribdilar. Nevaralar bilan chiqib, ashimazda joylar. Manzaraga umuman gap yo'q. Ko'z tegmasin. Eski shahar ana baqir-chaqir, uraver ana. Kesmagan hech narsasini qo'ying. Kesaman deydilar. Nevaralarga. Svitlar yo'q. Svitlar yo'qsa ashi chiroyli bo'ladi-da. Mana gaplar. Azaq tomosha qilinglar, bilasizlar, men ko'p gapiraman, zerikmaslik uchun. Bundan tashqari Toshkent bozorini kuzatib boringlar. YouTube'ga qo'yayotganim sababi tezroq ochishimiz kerak. YouTube'imizni ochilmay qolgan, podpischilik ko'payishi kerak. Biza bilsangiz Toshkent bozoridan Ehson kanal boshlaganmiz azizlar. Ko'pchilikka ehson qilyapmiz qo'limizdan kelgancha. Instagram kanalimizga kirsanglar, karta raqamlarini qoldirganmiz. Amerikadagi akalarim, sizlarda pul ko'p. 50 so'mdan ehson qilsanglar ham ajri savobi tegadi sizlarga ham. Instagram kanaliga kiringlar. Toshkent bozori Instagram kanali. Shu yaxshiliklar qilamiz endi. Niyat shu. Ko'rsin. Mana shu chiroyli joylar. Muzika qo'yolmaymiz, YouTube'da uncha tushunmayman. Men 1-2 marta video qo'ygandim YouTube'ga. Ana beryapti. Nima deydi uni? Bir narushniklarni nimadir berib yuborgan ekan. O'shandan keyin muzika qo'yolmayman. Endi chidab sabr qilib o'zlaringiz yurganda gapirib turaman. Sizga gapiraman. Gapirib turaman-da. Ko'ringlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ana kameralar nazoratida ekanmiz. Manzarani ko'ring. Vo, shunaqangi chiroyli joylar. Ana. To'g'risini aytsam, men o'zim birinchi marta kelganman. To'g'risi, uncha ma'lumot bera olmayman. Ma'lumotni bilayotganlar bemalol opsiyaga yozib qoldirsanglar bo'ladi, kommentariya qoldiringlar. To'g'risi, men bilmagan narsamni yolg'on gapirishni xohlamayman. Gunoh bo'lishi mumkin, shuning uchun to'qimayman ham. To'g'ri tushunmay qolyapman. Qabrmi, qabr emasmi, tushunmay qolyapman. To'g'risi, hozir shuni so'rab bilib olaman. Lekin bilayotganlar bo'lsa, kommentariyaga bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi, azizlar. Mana masjidimiz. Bu masjid. Allohim inshaalloh kim niyat qilgan bo'lsa, masjid quraman deb yuragiga olib qo'ygan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Asta. Sekin qizim. Masjid qanday? Chiroylimi? Like bosib qo'yinglar. Instagram kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. YouTube kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar. YouTube kanalda ko'p narsani qo'yib boramiz. Qayerga boramiz, qayerda arzon tovarlar bor, o'shalarni hammasini qo'yib boramiz. Toshkent bozori 691 mingta aholi bo'ldi. 1 yil ichida bu Allohga shukr yaxshi rezultat. Masjidni niyat qilyapmiz. Inshaalloh 10 million, 20 million bo'lganda ham birga bo'laylik. Ishlarimiz Alloh rivojini bersin. Yaxshiliklar qilishda davom etamiz. Xudo xohlasa nasib bo'lsa. O'zgartib yurganlarni Alloh panohida asrasin azizlar. To'g'risi birinchi marta bunaqa video qilyapman. Nima deyishni ham bilmayman. Hayajondaman. To'g'risi reklama o'rganib qolganmiz. Obzorga ta'tata gapiramiz, narxni gapiramiz, ketamiz. Bunaqa katta video qilmaganman. Birinchi marta katta video qilyapman. Negativlar bo'layotgan bo'lsa, iltimos, lutchi yozmaganlaring ma'qul. Nasrlarni buzman, chunki har bittalaringizni o'qiyman-da. Shuna xarakterim bo'lmani, asabim buziladi.
To'g'risi. Yomon nerving nima? Satrissina bo'ldi, nerving nima? Shuning uchun negativ yozmanglar. Mana masjid, azizlar. Mana kim niyat qilgan bo'lsa, Alloh yetqizsin shu masjidlarga kelib namoz o'qishlikda. Azizlar, hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Shu videoga bitta like bosib qo'ying. Toshkent bozor Instagram kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. YouTube kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kommentariyaga обязательно o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Qanaqadir shu narsa gaplar gapirgan bo'lsam, uzr. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Ehson boshlaganmiz. Iltimos Ehsonga o'z hissalaringizni qo'shinglar. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz.